Ikkinchi savol. Savolimiz quyidagicha. Natriy metaxromitga brom hamda natriy gidroksid qo'shilib, natriy xromat, natriy bromid hamda suv olindi va reaksiyadagi o'ng tomon koeffitsiyentlarini so'ragan. Demak, reaksiyani yozib olamiz. Natriy xrom O2 plus brom plus natriy gidroksid. Bizda natriy xromat natriy 2 xrom O4 plus natriy bromid plus suv hosil bo'lyapti. Xo'p, bu oksidlanish qaytarish reaksiyasida oksidlanish darajasi o'zgargan elementlarni ajratib olamiz. Kislorod -2, natriy +1, buniki +3. Brom 0, chunki oddiy modda bo'ladi. Bu -2, bu +1, +6 xrom. Brom bu yerda -1, natriy +1. Demak, menga o'zgarganlar. Bu yerdagi xrom va brom. Bu yerda va bu yerdagi oksidlanish darajalari o'tdi. Endi yozamiz. Xrom +3 dan xrom +6 ga o'tdi va 3 ta elektronni berdi. 3 ta elektron berdi. Yana brom ikkitasi 0 dan brom -1 ga o'tdi. Uni tenglab olamiz atomlar sonini. Teng 2 ta. Nima uchun atomlar soni tengadi? Bu yerda bromda atomlar soni 2 ta edi. Bu yerda esa atom soni 1 ta. Shuning uchun koeffitsient berib tenglab olamiz. 2 ni 0 ga ko'paytiraman. Bu 0. 2 ni 0 ga ko'paytirsam 0 o'z-o'zidan. Hop. 2 ni 1 ga ko'paytirsam bu yerda 2 chiqadi. Demak, yozamiz 2. Va sonlarni berib bo'lganimizdan keyin biz o'rinlarni almashtiramiz. 2 ga 3. Demak, xrom bor birikmadan oldiga 3, brom bor birikmadan oldiga, yo'q, xrom bor oldilardiga 2, brom bilan oldiga 3 qo'yamiz. Demak, brom oldiga 3 qo'yamiz. Bu yerdagi natriy bromidni oldiga 6 qo'yiladi, chunki bu yerda brom 2 ta. Oldiga 3 koeffitsient qo'ysam, 6 bo'ladi. Endi 2 bu yerdagi natriy bor birikmadan oldiga 2 qo'yamiz. 2 qo'y. Xo'p. Bu yerdagi natriy bor birikmadan oldiga ham 2 qo'yamiz. Endi bromdan bu tomonda bromdan bu tomonda 2 ta ekan. Bu tomonda 6 ta, bromdan ham 6 ta. Natriydan bu tomonda 10 ta. Demak, natriyni tenglash uchun bu yerga 8 qo'yamiz. Shunda suvni oldiga 4 qo'ysak, reaksiyamiz teng. Endi reaksiyada har doim bizda bu tomon o'ng, ya'ni bu tomon o'ng, bu tomon chap bo'ladi. Ya'ni hop. Bizda misol uchun o'zingiz aytishingiz mumkin. Siz kitob reaksiyaga qarab turgan tomoningiz chap, ko'pchilik shu yerda o'ng bilan chap ajrashda qiynaladi. Reagentlar tomon, ya'ni reagentlar tomon chap bo'ladi. Mahsulot tomon esa o'ng bo'ladi. Mahsulot tomon o'ng bo'ladi. Shuni ajratib olishimiz kerak. Koeffitsiyentlar yig'indisi 6 ga 4 qo'shsam 10, 10 ga 2 ni qo'shsam 12. Demak, javobimiz B javob bo'ladi.